Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, kanalimga xush kelibsiz. Bugun men sizga nafaqaxo'rlarimiz uchun juda muhim, hatto aytish mumkinki, ko'plardan yashirilgan bir imkoniyat haqida gapirib bermoqchiman. Bu ma'lumot har bir pensionerga, uning oila a'zolariga tegishli bo'lib, moliyaviy ahvolini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. Siz o'zingizga tegishli bo'lgan, ammo bilmaganingiz sababli ololmayotgan qo'shimcha to'lov yoki nafaqani qayta hisoblash imkoniyatini qo'ldan boy bermasligingiz uchun ushbu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Agar siz uchun ushbu mavzu dolzarb bo'lsa, hoziroq kanalga obuna bo'lishni, videoga like bosishni va uni yaqinlaringizga ulashishni unutmang. Bu axborot ko'plarga foydasi tegishi mumkin muammoning mohiyati. Oldin qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, avvalo muammoning ildiziga nazar tashlaylik. Yillar davomida ko'plab pensionerlarimiz o'zlarining pensiyalarini olishganda, uning qanchalik to'g'ri hisoblanganligi yoki qo'shimcha imtiyozlarga ega ekanliklari haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lishmagan. Ilgari pensiya tizimi ancha murakkab va ba'zi jihatlari shaffof emas edi. Ko'pincha pensiya miqdori hisob-kitob qilinayotganda barcha ish staji to'liq hisobga olinmasligi, ish haqi ma'lumotlari to'liq bo'lmasligi yoki ma'lum bir davrdagi ish haqi to'g'risidagi hujjatlar yo'qolishi kabi holatlar yuzaga kelardi. Natijada odamlar o'zlariga tayinlangan miqdorni shunchaki qabul qilib olganlar, ko'pincha bu miqdor ularga qonun bo'yicha tegishli bo'lgandan kamroq bo'lishi mumkin edi. Qo'shimcha ijtimoiy to'lovlar, moddiy yordam turlari yoki pensiyani qayta hisoblash imkoniyatlari haqida ma'lumotlar keng tarqatilmagani sababli ko'pchilik bu imkoniyatlardan bexabar qolaverardi. Davlat idoralari o'zlari avtomatik tarzda barcha mavjud imkoniyatlarni tekshirib, pensiya miqdorini oshirmagan. Tashabbus odatda pensionerning o'zidan chiqishi lozim edi. Ammo hozir vaziyat ancha o'zgardi. So'nggi yillarda mamlakatimizda ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirish, pensiya ta'minotini kuchaytirish bo'yicha bir qator muhim qonunlar, qarorlar va farmonlar qabul qilindi. Pensiyalarni hisoblashda ish staji va ish haqini tasdiqlash jarayonlari raqamlashtirildi. Ma'lumotlar bazalari bir-biri bilan integratsiya qilindi. Bu esa pensiya miqdorini aniqroq va shaffofroq hisoblash imkoniyatini berdi. Eng muhimi, ayrim toifadagi pensionerlar uchun yangi turdagi qo'shimcha to'lovlar yoki pensiyani qayta hisoblashning yangi mexanizmlari joriy etildi. Davlat xizmatlari markazlari DXM va My.Gov.uz portali orqali ko'plab xizmatlar, jumladan pensiyaga oid so'rovlar onlayn tarzda amalga oshirilishi mumkin. Shunga qaramay, bu o'zgarishlarning barchasi haqida barcha pensionerlar to'liq xabardor emas. Ayniqsa, yoshi katta, internetdan foydalanishda qiynaladigan yoki ma'lumot izlashga imkoniyati bo'lmagan kishilar bu imkoniyatlardan bexabar qolmoqdalar. Ma'lumotning o'zi ham ba'zan murakkab yuridik til bilan yozilgan bo'lib, oddiy aholi uchun tushunarsiz bo'lishi mumkin. Natijada ko'plab pensionerlar o'zlariga qonun tegishli bo'lgan qo'shimcha to'lov yoki yuqori pensiyani olishdan mahrum bo'lmoqdalar. Bu esa nafaqat shaxsiy moliyaviy ahvolga ta'sir qiladi, balki davlat tomonidan taqdim etilayotgan ijtimoiy himoya choralaridan to'liq foydalana olmaslikni ham anglatadi. Bugungi videoda biz aynan mana shunday yashirin imkoniyatlarni ochib beramiz va ulardan qanday foydalanish kerakligini bosqichma-bosqich tushuntiramiz. Asosiy qism 1. Nimani bilishingiz kerak? Kimlar e'tiborli bo'lishi kerak va kimlar bo'lmasligi mumkin? Hozirgi kunda pensiyani qayta hisoblash yoki unga qo'shimcha to'lovlar olish imkoniyatini beruvchi bir qancha muhim asoslar mavjud. Bular shunchaki umumiy pensiya oshishi emas, balki aniq bir mezonlarga asoslangan imtiyozlardir. Keling, har birini batafsil ko'rib chiqamiz. 1. Ish staji va ish haqini qayta hisoblash imkoniyati. Pensiyaga chiqishda ish staji to'liq hisoblanmagan bo'lishi mumkin. Ba'zan arxiv hujjatlar yo'qolgan, ba'zi ish joylaridan ma'lumotlar to'liq taqdim etilmagan bo'ladi. Hozirgi raqamlashtirish davrida ko'plab eski arxiv ma'lumotlari elektron bazalarga kiritilmoqda va bu avval hisoblanmagan stajni aniqlashga yordam berishi mumkin. Agar sizning ish daftarchangizda qaydlardan tashqari boshqa hujjatlar, ishga qabul qilish buyruqlari, ish haqi ma'lumotnomalari, mehnat shartnomalari bo'lsa va ular pensiyaga chiqishda e'tiborga olinmagan bo'lsa, siz pensiyangizni qayta hisoblash uchun murojaat qilishingiz mumkin. Pensiyaga chiqqandan keyin ishlashni davom ettirganlar uchun. Ko'plab pensionerlar nafaqaga chiqqanlaridan keyin ham ishlashni davom ettiradilar. Agar siz pensiya tayinlanganidan so'ng kamida 2 yil davomida ishlagan bo'lsangiz
va bu davrda ijtimoiy soliq to'lagan bo'lsangiz, siz o'zingizning pensiyangizni ish haqingizdan kelib chiqqan holda qayta hisoblash uchun ariza berishingiz mumkin. Bu sizning pensiya miqdoringizni sezilarli darajada oshirishi mumkin. Chunki u sizning yangi yuqori ish haqingizdan kelib chiqib hisoblanadi. Bu avtomatik ravishda sodir bo'lmaydi. Buning uchun alohida murojaat qilish lozim. O'chi qaramog'idagi shaxslar uchun qo'shimcha to'lovlar. Agar pensionerning qaramog'ida mehnatga layoqatsiz oila a'zolari bo'lsa, masalan, voyaga yetmagan bolalar, talabalar, nogironligi bo'lgan farzandlar yoki qarindoshlar, ularga qo'shimcha to'lovlar tayinlanishi mumkin. Bu imtiyozlar ko'pincha pensionerlar tomonidan e'tibordan chetda qoladi. Agar qaramog'ingizdagi shaxsning maqomi o'zgargan bo'lsa, masalan, farzandingiz talabalikka qabul qilingan bo'lsa yoki nogironlik holati o'rnatilgan bo'lsa, bu ham qo'shimcha to'lov olishga asos bo'ladi. Nogironlik maqomi o'zgarganlar yoki yangi nogironlik o'rnatilganlar uchun. Agar siz pensiya tayinlangandan keyin nogironlik holatiga tushgan bo'lsangiz yoki nogironlik guruhingiz o'zgargan bo'lsa, bu sizning pensiya miqdoringizni qayta ko'rib chiqishga asos bo'lishi mumkin. Nogironlik pensiyalar ko'pincha yosh bo'yicha pensiyalarga nisbatan yuqoriroq bo'ladi. 5 kam ta'minlangan pensionerlar uchun ijtimoiy yordam. Hukumat tomonidan kam ta'minlangan oilalarga, shu jumladan yolg'iz yashayotgan yoki oilasining daromadi juda past bo'lgan pensionerlarga maqsadli ijtimoiy yordam ko'rsatiladi. Bu har oy beriladigan nafaqa yoki bir martalik moddiy yordam shaklida bo'lishi mumkin. Bu turdagi yordam avtomatik tarzda berilmaydi. Uni olish uchun mahalla fuqarolar yig'iniga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilish lozim. Alt boshqa maxsus toifalar, ba'zi kasb egalari, masalan, konchilar, uchuvchilar, davlat mukofotlari sohiblari, O'zbekiston qahramoni unvoniga sazovor bo'lganlar, shuningdek, Chernobil AESdagi avariya oqibatlarini bartaraf etishda ishtirok etgan shaxslar uchun maxsus qo'shimcha to'lovlar yoki imtiyozlar mavjud. Xo'sh, kimlar e'tiborli bo'lish kerak? Ish stajiga oid hujjatlar pensiyaga chiqqanda to'liq bo'lmagan yoki ularni topish imkoniyati keyinroq paydo bo'lganlar. Pensiyaga chiqqandan so'ng kamida 2 yil rasmiy ravishda ishlagan va ijtimoiy soliq to'laganlar, qaramog'ida voyaga yetmagan, talaba yoki nogironligi bo'lgan shaxslar bo'lgan pensionerlar. Pensiyaga chiqqandan so'ng nogironlik maqomiga ega bo'lganlar yoki nogironlik guruhi o'zgarganlar. O'zlarining pensiya miqdori past deb hisoblaydigan va oilaviy sharoitlari og'ir bo'lgan yolg'iz yashovchi yoki kam ta'minlangan pensionerlar, maxsus kasblarda ishlagan yoki davlat mukofotlariga ega bo'lganlar. Kimlar ko'p tashvishlanmasligi mumkin? Pensiyangiz allaqachon maksimal darajada hisoblangan bo'lsa va sizning shaxsiy yoki oilaviy vaziyatingizda hech qanday o'zgarish bo'lmagan bo'lsa, pensiya tayinlangan vaqtda hujjatlaringiz to'liq va tartibda bo'lgan, shundan beri ishlamagan, qaramog'ingizda qo'shimcha shaxslar paydo bo'lgan bo'lsa, biroq men baribir hammaga o'z pensiya ma'lumotlarini tekshirib ko'rishni maslahat beraman. Ba'zan avtomatik tizimlar ham xatoliklarga yo'l qo'yishi mumkin yoki siz bilmagan bir imtiyoz mavjud bo'lishi mumkin. Endi esa ushbu holatlarga oid real hayotiy misollarga to'xtalsak. Misol 1, ish stajini qayta hisoblash. Ahmad aka, 68 yoshli toshkentlik pensioner 5 yil avval pensiyaga chiqqan edi. Uning pensiyasi 1.200.000 so'm edi. Ahmad aka umrining ko'p qismini qurilish sohasida ishlagan, ammo 90 yillarning boshlaridagi 2 yillik ish staji hujjatlaridagi chalkashliklar tufayli hisobga olinmagan edi. U o'shanda bunga e'tibor bermagan. Yaqinda televideniyada pensiyani qayta hisoblash imkoniyatlari haqida eshitib qolib, o'g'li yordamida davlat xizmatlari markaziga murojaat qildi. DXM xodimlari arxivdan uning o'sha davrdagi ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlarni topishga yordam berishdi. Hujjatlarni topshirgandan so'ng 2 oy ichida Ahmad akaning pensiyasi qayta hisoblandi va 1.700.000 so'mga yetdi. Bu Ahmad akaning har oygi byudjetiga 2.000 so'm qo'shimcha daromad degani edi. Ahmad aka bu pulga dori-darmon olib, nevaralariga sovg'alar olishini aytdi. Bu kichik bir harakat bilan uning hayot sifati sezilarli darajada yaxshilandi. Misoliki, qaramog'idagi shaxslar uchun qo'shimcha to'lovlar Gulnora opa, Almbek yoshli andijonlik pensioner turmush o'rtog'i vafot etgandan keyin boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olar edi. U o'zining 2 nafar voyaga yetmagan navrasi, ya'ni vafot etgan o'g'lining bolalari qaramog'ida ekanligiga qaramay, bu haqda qo'shimcha to'lov olish mumkinligini bilmasdi.
Uning pensiyasi 920 ming so'm edi. Qo'shnisi maslahati bilan u mahalla fuqarolar yig'ini va pensiya jamg'armasiga murojaat qildi. Nabiralarining tug'ilganlik guvohnomalari va ularning uning qaramog'ida ekanligini tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etganidan so'ng, unga har bir nabirasi uchun qo'shimcha 200 ming so'mdan jamida 400 ming so'm qo'shimcha nafaqa tayinlandi. Endi Gulnora opaning umumiy oylik daromadi 1 million 320 ming so'mga yetdi. Bu qo'shimcha mablag' unga nabiralarining oziq-ovqati va o'qish xarajatlarini qoplashda katta yordam berdi. Bu misol shuni ko'rsatadiki, agar sizning qaramog'ingizda shaxslar bo'lsa, ularning yoshini, talabaligini yoki nogironligini hisobga olgan holda pensiya jamg'armasiga murojaat qilish shart. Misol uchun pensiyaga chiqqandan keyin ishlaganlar uchun qayta hisoblash Botir aka 62 yoshli sobiq o'qituvchi. Pensiyaga chiqqanidan so'ng maktabda yarim stavkada ishlashni davom ettirdi. Uning pensiyasi 1 million ming so'm edi. U 5 yil davomida dars berishni davom ettirdi va uning oyligidan ijtimoiy soliq o'tkazib borildi. Botir aka qo'shni shahardagi seminarda u bilan birga ishlagan hamkasbi o'z pensiyasini qayta hisoblatganini eshitdi. Botir aka ham shoshilinch ravishda pensiya jamg'armasiga borib, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalarni taqdim etdi. 2 oydan so'ng uning pensiyasi qayta hisoblanib 1 million 320 ming so'mga oshirildi. Ya'ni u o'zining keyingi 5 yillik mehnat faoliyati evaziga har oyda 220 ming so'm qo'shimcha daromadga ega bo'ldi. Bu Botir akaga ko'proq kitoblar sotib olish va teatrga borish imkonini berdi. Eng muhimi, bunday imkoniyat avtomatik emasligini, pensionerning o'zi murojaat qilish kerakligini unutmaslik kerak. Asosiy qism 2. Qoidalar, istisnolari, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Har bir qonun yoki qoida o'zining istisnolari va noaniq jihatlariga ega bo'ladi. Pensiyani qayta hisoblash yoki qo'shimcha to'lovlar olishida ham ba'zi muhim nuanslarni bilish kerak. 1. Ba'zi imtiyozlar jamlanmasligi mumkin. Kumulyativ emasligi. Pensiya qonunchiligida ba'zi imtiyozlar bir-birini inkor etishi mumkin. Ya'ni bir vaqtning o'zida bir nechta asos bo'yicha maksimal miqdordagi qo'shimcha to'lovni olish har doim ham mumkin bo'lmaydi. Masalan, agar siz biror maxsus xizmat uchun qo'shimcha nafaqa olsangiz, boshqa bir umumiy ijtimoiy nafaqa to'lovi sizga berilmasligi mumkin. Chunki sizning umumiy daromadingiz ma'lum bir chegaradan oshib ketgan hisoblanadi. Shuning uchun murojaat qilishdan oldin mavjud imtiyozlaringizni pensiya jamg'armasi mutaxassisi bilan muhokama qilish muhimdir. 2. Ariza topshirishning qat'iy muddatlari. Ba'zi yangi joriy etilgan qo'shimcha to'lovlar yoki imtiyozlar uchun ariza topshirishning qat'iy muddatlari belgilanishi mumkin. Ushbu muddatlarni o'tkazib yuborish sizni bu imtiyozdan mahrum qilishi mumkin. Masalan, qonun kuchga kirgan kundan boshlab ma'lum bir muddat ichida murojaat qilganlargina ma'lum bir to'lovni olishi mumkin. Bunday muddatlar odatda davlat organlarining rasmiy saytlarida e'lon qilinadi. Lekin ko'pchilik pensionerlar buni kuzatib borishga imkoni yo'q. 3. Mintaqaviy koeffitsiyentlar va mahalliy dasturlar. O'zbekistonning ba'zi hududlarida, masalan, Qoraqalpog'iston Respublikasining ayrim tumanlari, cho'l hududlar pensiyaga nisbatan mintaqaviy koeffitsiyentlar qo'llanilishi mumkin. Bu esa pensiya miqdorini oshiradi. Shuningdek, mahalliy hokimiyatlar tomonidan o'z hududlaridagi kam ta'minlangan yoki muhtoj pensionerlarga qo'shimcha ijtimoiy yordam dasturlari joriy etilishi mumkin. Bu dasturlar mamlakat miqyosida bir xil emas va har bir hudud o'zining shartlari va mezonlariga ega bo'lishi mumkin. Siz yashayotgan hududda bunday dasturlar mavjudligini mahalliy hokimiyat yoki mahalla fuqarolar yig'inida aniqlashingiz mumkin. 4. Sog'liq holati bilan bog'liq imtiyozlar. Nogironlik pensiyalari yoki ma'lum kasalliklar bilan bog'liq qo'shimcha to'lovlar muntazam tibbiy ko'rikdan o'tishni va hujjatlarni yangilab turishni talab qilishi mumkin. Agar siz o'z vaqtida tibbiy mehnat ekspert komissiyasi (TMK) xulosasini yangilamasangiz, bu sizning imtiyozingizning bekor qilinishiga olib kelishi mumkin. Tuzoqlar. Ma'lumotlarning haddan tashqari ko'pligi yoki noto'g'ri ma'lumotlar. Internetda, ijtimoiy tarmoqlarda pensiyalar haqida juda ko'p ma'lumot tarqaladi. Afsuski, ularning hammasi ham ishonchli yoki dolzarb bo'lavermaydi. Noto'g'ri ma'lumotlarga tayanib, vaqtingizni bekorga sarflashingiz yoki hatto noto'g'ri harakatlar qilishingiz mumkin. Faqatgina rasmiy manbalardan pensiya jamg'armasi DXM-My.uz Adliya vazirligi saytlari olingan ma'lumotlarga ishoning. Bürokratik to'siqlar. Garchi jarayonlar soddalashtirilgan bo'lsa ham,
ba'zi hollarda hali ham hujjatlar yig'ish, navbat kutish yoki bir idoradan boshqasiga qatnash kabi byurokratik to'siqlar yuzaga kelishi mumkin. Bu ayniqsa yosh ulug' pensionerlar uchun qiyinchilik tug'diradi. Sabrli bo'lish va mas'uliyatli xodimlardan yordam so'rash muhim. Hujjatlarning yo'qolganligi, pensiyaga chiqqandan keyin ishlaganlik yoki eski ish stajini tasdiqlovchi hujjatlar, ish haqi ma'lumotnomalari, buyruqlar, ish daftarchasi yo'qolgan bo'lishi mumkin. Ularni tiklash yoki arxivdan topish ko'p vaqt va kuch talab qilishi mumkin. Ba'zi hollarda guvohlarning ko'rsatmalari ham hisobga olinishi mumkin, ammo bu murakkabroq jarayon. Har qanday qo'shimcha ish hisobga olinmasligi, pensiyaga chiqqandan keyin ishlaganlik uchun qayta hisoblash faqatgina rasmiy ravishda bandlik shartnomasi asosida ishlaganlik va ijtimoiy soliqlar o'z vaqtida to'langanlik holatlarida amalga oshiriladi. Noma'lum tarzda rasmiy bo'lmagan holda ishlaganlik pensiya hisob kitoblariga ta'sir qilmaydi. Retrospektiv to'lovlar pensiya qayta hisoblanganida u odatda murojaat qilingan oydan boshlab to'lanadi. Ya'ni siz bir necha yillar davomida ololmayotgan qo'shimcha to'lovni o'tgan davr uchun bir martalik tarzda olishingiz har doim ham mumkin bo'lavermaydi. Qonun bo'yicha ba'zi istisnolar bo'lishi mumkin, ammo bu kamdan kam holat. Odatda pensiya jamg'armasi sizning arizangizni qabul qilgan kundan boshlab yangi miqdorda pensiya to'lashni boshlaydi. Shuning uchun imkoniyatdan tezroq foydalanish muhim. Noaniq nuanslar, raqamli savodxonlikning ahamiyati. Bugungi kunda ko'plab xizmatlar, jumladan pensiya bo'yicha ma'lumot olish va arizada berish MyBackUp.uz portali orqali amalga oshiriladi. Ko'plab pensionerlar uchun bu qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Shuning uchun oila a'zolarining, farzandlarning yoki nabiralarining yordami bu yerda juda muhimdir. Ular o'z onalari yoki buva-buvilariga onlayn xizmatlardan foydalanishga yordam berishlari kerak. Muntazam tekshiruvlar. Davlat tomonidan pensiyalar miqdori muntazam ravishda indeksatsiya qilinadi va oshiriladi. Ammo bu umumiy oshirishlar sizga tegishli bo'lgan alohida imtiyozlarni o'z ichiga olmaydi. Shuning uchun sizning shaxsiy vaziyatingizga oid o'zgarishlar, ish staji, ish haqi qaramog'idagilar ro'y berganda pensiya jamg'armasiga faol ravishda murojaat qilish zarur. Qonunlardagi mayda yozuvlar. Pensiya qonunchiligi ba'zan murakkab va unda ko'plab bandlar va pastki bandlar bo'lishi mumkin. Kichik bir jumlada yashiringan shart yoki istisno sizning huquqingizni belgilab berishi mumkin. Agar siz biror narsani tushunmasangiz, mutaxassislardan aniqlik kiritishni so'rang. Bepul yuridik yordam. Agar siz pensiya masalasida qiyinchilikka duch kelsangiz yoki huquqlaringiz buzilgan deb hisoblasangiz, bepul yuridik yordam ko'rsatuvchi tashkilotlarga, masalan, Adliya vazirligi huzuridagi yuridik xizmat ko'rsatish markazlari murojaat qilishingiz, ular sizga huquqiy maslahat berishlari va zarur hujjatlarni tayyorlashda yordam berishlari mumkin. Amaliy maslahatlar, tomoshabin nima qilish kerak? Xo'sh, aziz do'stlar, barcha ma'lumotlarni eshitdingiz. Endi eng muhimiga, ya'ni amaliy qadamlarga o'tamiz. Sizga tegishli bo'lgan qo'shimcha to'lovni yoki pensiyani qayta hisoblash imkoniyatini qo'ldan boy bermaslik uchun quyidagi aniq harakatlar rejasiga amal qiling. Bir qadam, ma'lumotlarni to'plash. Avvalo, qo'lingizdagi barcha pensiyaga oid hujjatlarni jamlang. Bu juda muhim qadam. Chunki barcha keyingi harakatlaringiz ushbu hujjatlarga asoslanadi. Joriy pensiya guvohnomangizni va pensiya to'g'risidagi ma'lumotnomani tekshiring. Unda pensiyangiz qaysi asoslarga ko'ra hisoblanganligi ko'rsatilgan bo'ladi. Ish daftarchangizni diqqat bilan ko'rib chiqing. Unda barcha ish joylaringiz, ishga qabul qilish va bo'shatish sanalari, lavozimlar to'g'ri yozilganligiga ishonch hosil qiling. Agar qandaydir qaydlar yo'q bo'lsa yoki noto'g'ri bo'lsa, bu haqda eslatib qo'ying. Mavjud bo'lsa, eski ish joylaringizdan olgan ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalarni, mehnat shartnomalari, ishga qabul qilish yoki lavozimga tayinlash haqidagi buyruq nusxalarini to'plang. Ba'zan ish daftarchasidagi yozuvlar to'liq bo'lmasligi yoki ma'lum bir davr uchun ish haqi koeffitsiyenti yuqoriroq bo'lgani bois qo'shimcha ma'lumotnomalar pensiya miqdorini oshirishi mumkin. Qaramog'ingizda bo'lgan shaxslarning hujjatlarini tayyorlang. Tug'ilganlik guvohnomalari, talabalik guvohnomalari, agar talaba bo'lsa, nogironlik to'g'risidagi tamagi xulosalari, agar nogironligi bo'lsa, sog'lig'ingiz bilan bog'liq maxsus imtiyozlarga ega bo'lsangiz, tegishli tibbiy xulosalar va ma'lumotnomalarni ham yig'ing. Ikkinchidan, potensial qayta hisoblash asoslarini aniqlash. Yuqorida biz ko'rib chiqqan mezonlarni o'zingizning holatingiz bilan solishtiring.
Sizning ish stajingiz to'liq hisobga olinmagan deb o'ylaysizmi? Masalan, biror korxonada ishlagan davringiz pensiya hujjatlaringizda aks etmaganmi? Pensiyaga chiqqaningizdan keyin rasmiy ravishda kamida 2 yil ishlaganmisiz va bu davrda yugurgi ish haqi olganmisiz? Sizda yangi qaramovidagilar paydo bo'ldimi yoki ularning maqomi o'zgarganmi? Masalan, farzandingiz talabalikka qabul qilinganmi? Pensiyaga chiqqandan keyin nogironlik maqomi berilganmi yoki nogironlik guruhingiz o'zgarganmi? Oila a'zolaringizning daromadi juda pastmi va siz kam ta'minlangan oila hisoblanasizmi? Yoki yolg'iz yashovchi pensioner bo'lsangizchi, sizda maxsus unvonlar, mukofotlar yoki kasbiy imtiyozlar bormi? Bu savollarga javob berish orqali siz qaysi yo'nalishda harakat qilishni aniqlab olasiz. 3 qadam tegishli organga murojaat qilish. Endi eng muhim qadam to'g'ri organga murojaat qilishdir. Pensiya jamg'armasi bo'limi. Bu sizning asosiy manzilingiz. Siz yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limiga murojaat qilishingiz kerak. U yerda sizning hujjatlaringizni ko'rib chiqishadi, maslahat berishadi va pensiyani qayta hisoblash yoki qo'shimcha to'lov tayinlash bo'yicha arizangizni qabul qilishadi. Ular sizga aynan qanday hujjatlar kerakligini aniq aytib berishadi. Davlat xizmatlari markazlari DXM. So'nggi yillarda DXM orqali pensiya masalalari bo'yicha ko'plab xizmatlar ko'rsatilmoqda. Bu juda qulay. Chunki DXM barcha turdagi ma'lumotnomalarni o'zaro hamkorlikda ishlovchi boshqa idoralardan o'zlari so'rab olishlari mumkin. Siz DXM ga borib pensiyani qayta hisoblash yoki qo'shimcha ijtimoiy to'lovlar tayinlash bo'yicha ariza topshirishingiz mumkin. Ular sizga blankani to'ldirishda yordam berishadi. Onlayn portal my.gov.uz. Agar sizda internetdan foydalanish imkoniyati va raqamli savodxonlik yetarli bo'lsa, my.gov.uz yagona interaktiv davlat xizmatlari portaldan foydalangan holda uydan chiqmasdan turib ham ariza berishingiz mumkin. Bu eng tez va qulay yo'l hisoblanadi. Odatda platformada qadam-baqadam ko'rsatmalar mavjud. Agar o'zingiz qila olmasangiz, farzandlaringiz yoki nabiralaringizdan yordam so'rang. Mahalla fuqarolar yig'ini. Agar siz kam ta'minlangan oila a'zosi bo'lsangiz yoki yolg'iz yashayotgan pensioner bo'lsangiz, mahallangizdagi rais yoki mutaxassislarga murojaat qiling. Ular sizga ijtimoiy yordam olishda, tegishli ma'lumotnomalarni yig'ishda va ariza berishda yordam berishlari mumkin. Pensiya jamg'armasining ishonch telefoni. Ba'zi savollarga javob olish yoki maslahat olish uchun pensiya jamg'armasining ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Ular odatda davlat idoralarining rasmiy saytlarida ko'rsatiladi. 4 qadam arizani tayyorlash va topshirish. Murojaatingizni yozma ravishda rasmiylashtiring. DXM yoki pensiya jamg'armasi bo'limida sizga ariza blankasini berishadi. Unda o'zingizning holatingizni, nima sababdan pensiyani qayta hisoblashni yoki qo'shimcha to'lovni so'rayotganingizni aniq ko'rsating. Yuqorida yig'gan barcha hujjatlaringizni arizaga ilova qiling. Asl nusxalarini o'zingizda saqlang, nusxalarini topshiring. Ammo zarurat tug'ilganda asl nusxalarini ko'rsatishga tayyor turing. Eng muhimi, arizangizning nusxasiga qabul qilgan mas'ul xodimning imzosi, sanasi va tashkilotning muhri qo'yilishini talab qiling. Bu sizning murojaat qilganligingizni tasdiqlovchi rasmiy hujjat bo'ladi va kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarning oldini oladi. 5 qadam jarayonni kuzatib borish. Ariza topshirganingizdan keyin belgilangan muddat ichida javob kutishingiz kerak. Odatda ariza ko'rib chiqish muddati 25 ish kundan 30 ish kunigacha bo'lishi mumkin. Agar belgilangan muddatda javob olmasangiz yoki rad javobini olsangiz, uning sababini aniqlashtiring. Agar rad javobi asossiz bo'lsa yoki siz unga rozi bo'lmasangiz, yuqori turuvchi organga, masalan, pensiya jamg'armasining viloyat bo'limiga, Adliya vazirligiga yoki xalq qabulxonasiga shikoyat qilish huquqingiz bor. Sabrli va qat'iyatli bo'ling. Ba'zan jarayon biroz vaqt talab qilishi mumkin. Lekin o'z huquqlaringiz uchun kurashishdan to'xtamang. Qo'shimcha maslahat, oila a'zolaringizdan yordam so'rashdan tortinmang. Ko'plab pensionerlar texnik jihatdan qiynalishadi. Farzandlaringiz, nabiralaringiz sizga hujjatlarni yig'ishda, onlayn ariza berishda yoki pensiya jamg'armasiga borishda yordam berishlari mumkin. Bu sizning moliyaviy ahvolingizni yaxshilash uchun umumiy oilaviy sa'y-harakat bo'lishi mumkin. Xulosa va yakuniy huquq. Aziz do'stlar, bugungi videomizda ko'rib turganingizdek, nafaqaxo'rlarimiz uchun davlat tomonidan taqdim etiladigan, ammo ko'pchilik bilmagan juda muhim imkoniyatlar mavjud. Bu shunchaki umumiy pensiya oshishi emas. Balki sizning shaxsiy holatingizga mos keladigan, qo'shimcha mablag' olish
yoki pensiyangizni sezilarli darajada oshirishga yordam beradigan aniq mexanizmlar. Eng muhimi bexabar qolmaslik va harakat qilish. O'z huquqlaringizni biling va ulardan to'liq foydalaning. Bu ma'lumotni nafaqat o'zingiz uchun, balki ota-onangiz, buva-buvingiz, qo'shnilaringiz va barcha yaqinlaringiz bilan baham ko'ring. Balki aynan sizning videomiz ularning hayotida katta o'zgarishlarga sabab bo'lar. Fikringizni izohlarda qoldiring. Bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, unga like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda yana ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.